Nimani sizlarga tushuntirmoqchi bo'layotganimni tushungansizlar. Ya'ni nimani reklama qilmoqchiman? Albatta, bu lab bo'yog'ini sizlarga reklama qilmoqchi edim. Meni qo'limdagi lab bo'yog'i juda ham yaxshi va suvda yuvilib ketmaydi, salfetkada ham artib bo'lmaydi, qo'lda ham artib bo'lmaydi. Bu lab bo'yog'ini bo'yaysiz va kuni bilan bemalol yurasiz. Ishonmasangiz mana isboti mana yo'q, mana salfetkaga ham ko'chmaydi, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Va juda ham zo'r lab bo'yog'i. Mana shu lab bo'yog'i sizlarga reklama qilmoqchi edim. Albatta siz ham shu lab bo'yog'idan xarid qiling va mazza qilib kuningizni xotirjam o'tkazing. Chunki kafega kirganda bu narsa yeganda tez oynaga qaravermaysiz. Voy pomadam turibdimikin, pomadam o'chib ketmadimikin deb xavotir olmaslik uchun mana shu lab bo'yog'idan xarid qiling va albatta sizga ham asqotadi shu lab bo'yog'idan. Albatta xarid qiling. Biroz gap. Buni surasiz va ancha payt, uzoq payt turadi. Ishonmaysiz, mana men hozir surdim shu lab bo'yog'idan. Mana salfetka bilan undan chiqaman va salfetkani ko'rishingiz mumkin. Salfetkada hech balo yo'q mana. Mana boshqatda mana bir xil o'ylashi mumkin. Bitta joyiga artib salfetkani boshqa joyini ko'rsatyapti deyishi mumkin. Lekin unaqa emas. Mana albatta ko'ring mana. Bemalol mana artib ko'rsatyapman va mana ko'rdingizmi? Juda ham zo'r lab bo'yog'i. Albatta xarid qiling va siz ham mazza qilib kuningizni xotirjam, hammani xotirjam o'tkazing va stol ustida, ya'ni stol oldida, bazmlarda o'tirganingizda bemalol nima yesangiz ham o'chib ketmaydi. Hozircha esa xayr sizlardan aziz va nazokatli. Bu ochiq oydin reklama edi.